Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana bugun 17-mart sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida Yerqo'rg'on bozoriga yetib keldik. Aka-ukalar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like ayamanglar, like bosaveringlar. Xudo xolasa bizlar sizlar uchun hech mehnatdan to'xtamaymiz, narxlarni tanishtirib o'tib boramiz. Like ayamanglar. Ketdik qani. Mana optim joy kelganmiz. Nok, banan, kivi, mandarin hammasidan bor xudo xolasa. Skvatga kelganmiz, arzon joyi. Sizlar uchun xudo xolasa mana narxlarni hozir aytib o'tib ketaveramiz hammasini. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, bular Xitoy noki, ha bular? Bular qanchadan chiqyapti? 225 mingdan, ha? Bitta korobkasi nechtadan bo'ladi? Necha qator bo'ladi qatori? 4 qator, ha? Necha pul chiqyapti bu? Optimmi? 230 225. Olmuş yozilib 60 tali bo'ladimi? 80 tali. 80 tali, ha? Bu optimga bo'lishi qancha? Bu 225. 225 ming, ha? Mana tomoshabinlar, nokta arzon joyi, xudo xolasa. Bular yashil nokdami deyman, ha bular? Ha, 6 kilo. Bular 6 kiloli, ha? Bular qancha chiqyapti? Biri 100 ming beramiz. Bular 100 ming so'm, ha? Tak, kilosi qanchadan tushadi? 6 kilosi salkam 20 mingdan, ha? 18 mingdan tushyapti ekan. Xullas bu ham zo'r, inshaalloh zo'r narsalar. Ham biskletimizga banan bor, ha? Mana biskletga banan bor. Banan zo'rlari xudo xolasa kelaverasiz, optim joyi. 22 kilo, 20 kilodan oshiqroq, ha bular? 24 kilo chiqadi, 22,5 kilo tozasi bo'ladi. Shunda korobka necha puldan tushadi? 570 ming, ha? Kilosi 25 lira. 24 mingdan desa ham, xudo xolasa eng arzon joylardan biri kelaverasizlar. Yerqo'rg'on bozori. Hozir kivilarni aytib ketamiz. Kivilar. Bu ham yashikka juda arzon tushadi bu ham. Qanchadan aka bular? 23 ming so'm, ha? Eron kivilardan 23 ming so'm. Necha kilo chiqadi? 7,5 kilo. 7,5 kilo bitta yashigi. Mana bu noklar ham bor aka. Bu noklar qanchadanda? Desnoy 150 ming. Ko'chaga hozir ko'chaga qo'yilgan, ha? Ko'rsatamiz hozir. 150 ming so'm. Bular Eron nok, ha? Qanchadi bular? 180. Nokpiyar. 180 ming so'mdan ekan. Bitta yashiga qancha kilo bo'ladi? 10 kilo. Mana hurmatli tomoshabinlar, Ibrohim bozorchi kanalida ko'rdik desa, akamiz aytibdilar, like bosaverasizlar. Bizni kanaldan aytib kelsanglar 160 ming ekan korobkasi. Mana hurmatli tomoshabinlar. 20 ming skitka beramiz. 20 ming so'm skitkasi bor ekan. Mana ko'cha ochib qo'yilgan noklarni ko'rsatamiz. Mana bu qanchadan dedingiz buni? 150 ming so'm. Biz Ibrohim bozorchidan deb kelsanglar, podpiska bo'lganlar 150 mingdan qilib berishar ekan, hurmatli tomoshabinlar. Do'koni bor, akalar bordir. Kelaverasizlar, xudo xolasa zo'r sifatli narsalar mana. Mana. Bular 200, ha? 200 olmish sotilyapti ekan. Bizni kanaldan kelsanglar, yana skitkasi bor ekan, tushib berilar ekan. Bularni nech pul deyapsiz aka? Mana 30 ming sotilyapti ekan. Bizni kanaldan aytib kelsanglar 28 mingdan qilib berar ekan akalar. Akalar eng sifatli, eng arzon joyi kelaverasizlar xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar. Mana xudo xolasa dastavka xizmatlari ham bor. Bu akalarni ko'p video qilib qo'yib boraman. Narxlarini, mevalarini aka dastavka ham qilib berishaveradi xudo xolasa. Like bosinglar, like yemanglar, hurmatli tomoshabinlar. Telefon nomerni ayting aka. 97lik 664 225 telefon raqami telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.